Odam o'lishidan oldin hammadan kechirim so'raydi deyishardi. Voy otam qaraydi. Bosaymi? Iya, o'lgan kelinizni ismini nevarangizga qo'yasizmi? Nima qilibdi? Yana kimlardan kechirim so'ramoqchisiz? Bo'l hech kim qolmadi. Meni boshim bir urib qo'ydi. Ko'zimni moshday ochib qo'ydi. Nazokatga sizni ro'baro qilmaganimda haliyam ko'zingiz ochilmagan bo'lardi. Mana bu qo'l ishlamaydi-da. Bo'ling, opa. Kuchingiz yetmaydi. Yetadi, opa, yetadi. Turing. Aslida sizni ko'zingiz edi. Ko'zingiz bor ekan. Tinchlikmi? Kuyovmi? Istamasi yo'qmi mabodo? Hammasi joyida. Hammasi yaxshi. Nima balo? O'ladigan kasalmi? Unaqa emas. Hammasi joyida. Kechirim so'rab qopti-yu. Doim otda yurardilar. Tushib qopti-da. Anu nazokat yaxshilab tarbiyalab qo'yibdi shekilli-ya. Shunaqaroq. Battar bo'lsin. Hali meni qizimni ko'p qadriga yetadi. Hozir ham yetib turibdi. Ha? Men hammasi uchun sendan kechirim so'rayman. Kechir, iloji bo'lsa. Yo, tavba. Voy, tavba qildim. Buni aniq bir narsasi bor. Bekordan bekorga kechirim so'raydimi? Hazdillashmadi. Baribir qon tortarkan. Borgan sari onasiga o'xshab ketyapti. Ovqat qilishni bilmaydi. Ozib-yozib bir sho'rva buyurdim. Sup deydimi, bulyon deydimi, bir aqlda bemaza ichib bo'lmaydi. Ha, mayli, sekin-sekin o'rgatib olarsiz, opa. Ha, o'rgatgunimcha o'zimda qolmaydi. Tinchlikmi? Kuyovmi? Istamasi yo'qmi mabodo? Hazdillashmadingizmi? Yo'q. Yoki meni ustimdan kulyapsizmi? Men hazillashmayman. Sen ustidan kulayotganim ham yo'q. Jiddiy gapiryapman. Men sizni kechirim so'rashingizni kutmagandim. Hattoki xayolimga ham kelmagandi. Bilasanmi? Meni boshimdan juda ko'p narsalar o'tdi. Noto'g'ri ish qilganlarim rost. Lekin hammasini o'ylab qarasam, sendan vafodor ayol yo'q ekan. Hali meni qizimni ko'p qadriga yetadi. Hozir ham yetib turibdi. Ha? Men hammasi uchun sendan kechirim so'rayman. Kechir, iloji bo'lsa. Yo, tavba. Voy, tavba qildim. Buni aniq bir narsasi bor. Bekordan bekorga kechirim so'raydimi?
kechirim so'ragani keldim. Bilaman. Avvallari johil bo'lganman. Ammo hayot meni tarbiyaladi. Assalomu alaykum Xosiyat opa. Va alaykum assalom. Voy yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Yaxshi Yaxshimisiz? kelyapsizmi? Yaxshi Qayerdan o'tiribsizlarmi? kelyapsiz? Ro'zg'or tashvishida magazinga chiqib haydachidan oldim. Mendan boshqa dastyor bormi bozor qilishga? O'g'lingiz bor, keliningiz bor. Xosiyat opa. Undan foyda bormi? Kelin jonivor bolaga qarayman deb ertalab kirib ketgancha xonasidan chiqmaydi. O'g'il erta ketib kechqurun keladi. O'tir. O'tir. Manzura. Sendan kechirim so'ragani keldi. Nima? Ular kelguncha ochdan o'lamanmi? O'zing uchun o'laydim. Hammasi o'zimga qoldi. Qaragan chog'imda shunaqa kerakmidi? Mayli opa, oyoq qo'lingiz but. Xizmat qilsangiz qilibsiz-da opa. Xudoga shukr, mayli. O'ris kelin hamma narsani bahona qiladi. Hali tut balit, hali tam balit, hali po'pa balit. Biz ham bola tuqqanmiz, bola boqqanmiz. Qaynonamizga biron marta bahona qilmamiz-a? Kasalligimizni bildirmasdik. Kasalman kelin oldik deb hayda bormasin deb. Hozirgi yoshlar shunaqa-da, erka opa. Shunaqa. O'zingni bos. Men seni qo'rqitgani kelganim yo'q. Bilaman. Siz bu uyni olgani kelgansiz. Oling, marhamat. Yo'q. तो जो अनायज़ा की वालदा है वो अनायज़ा को डांटती है और कहती है, बेटा इन लोगों का यहाँ पर कोई काम नहीं था, इन्हें यहाँ पर तुम्हें नहीं लाना चाहिए था, तुम यहाँ पर लेकर आई हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसले होंगे, क्योंकि ये थर्ड क्लास लोग हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते, यहाँ पर इनका रहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और ना यहाँ पर इन्हें लाना चाहिए था। तो यहाँ पर जो शारिक की वालदा है वो कहती है, संदन जी आप घबराएं नहीं, मैं यहाँ पर आपको खुशखबरी सुनाने के लिए आई हूँ, आपको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देना चाहती हूँ। ये सुनकर वो कहती है, अच्छा कौन सी खुशखबरी है जो आपने यहाँ पर आकर देनी समझी है? तो वो कहती है, खुशखबरी तो ये है कि तुम अब नानी बनने वाली हो। ये सुनते साथ ही अनायज़ा की जो वालदा है वो एकदम से जो है वो डर जाती है और परेशान हो जाती है और कहती है, क्या तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर उसकी वालदा अनायज़ा को कहती है, अनायज़ा बेटा तुमने ये क्या किया है, क्या जो मैं सुन रही हूँ ये दुरुस्त है? तो यहाँ पर अनायज़ा कहती, हाँ वालदा जो तुम सुन रही हो वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो ठीक बोल रहे हैं। तो ये सुनकर वो मज़ीद परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर जो अनायज़ा की सासू माँ होती है वो कहती है कि हम तो आपको मिठाई खिलाने के लिए आए हैं, तो आप यहाँ पर हमें डांट रही हो, हमारे साथ गुस्सा कर रही हो। ये सुनकर अनायज़ा की जो वालदा है
वो कहती है मैंने तो समझा था कि किसी और काम के लिए आए हो। इसके बाद नेज़ा की वालदा नेज़ा से कहती है बेटा तुमने गलत किया है, तुमने तो मुझे कहा था कि मैं इस डिफ़ल्टर से अपनी जान छुड़ावा लूँगी, लेकिन तुम तो इसके साथ अपने बेटे की माँ बनने वाली हो। ये तो बहुत तुमने गलत किया है। अब सारी ज़िंदगी मर मर कर जीती रहना और इनके जो हैं बातें सुनती रहना। ये सुनकर इशारे खा के बढ़ता है और कहता है सासू माँ आप ये क्या कह रही हैं, आप तो मेरी बीवी को भड़का रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो यहाँ पर वो कहती है तुम पीछे हटो, मैं तुम्हारे साथ बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, घटिया इंसान, तुम तो एक लालची इंसान हो और लालची इंसान की इस घर में कोई जगह नहीं है और ना ही मैं उसे यहाँ पर रहने दूँगी। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।